yana men azoblanish xizmati o'shaman. Men to'g'ri deyman. O'shaman. Bismillah. Silakan aku bisa buat ini. Salat kulitnya. Nah. Ini belum agak bisa. Pakat mas yan. Nung mama ka nakakala. Kung char. Mantap. Ako diwan na siya. Pupot lang sila. Buwa ko. Mula ko patanas bos ko siya. Dabar. Kaso lagi naman. Sige sudos tamas na. Mikrofon na smash kita. Nakasap. Mga mo dyan. O sige na. Mga nagyapos ng tuwag mo. Nakakit ka dyan. Iyak yun at lang yan. Wala ka pala. Nakakit ka. Wala. Iyak yun at lang. Bus ka lang yung kita. Sabat mo. O sige yung pikayol na. Jag ger den. Jag tog den. Här kom det. Nu är det så. Är sant kan. Vad fan är det? Typ det som gillar det. Betul berdos aja. Iram naka. Kirim batas lang yurada. Kirim batas lang yurada. Iru sa binal. Pir bar sa kapira. Bora dengan joyo. File kita berkonsep. Oto nol bola nol lakat kimsen yok bu kazan. Hocam akıllanmıştır. Hadi bakalım. Kosa'can yang dulu tak boleh. Bisa. Şuna yaprak. Manga yoldu, yılla. Nereden yetti? Yukarı bir sonuç asası vereyim. Hatta bu sefer. Yılsızdan yaşta burada. Uykum insan. Kollarım bağlığında. Allah'a şükür. Biznesim var. Hayatına bu arada. Ondan sonra kulga olabilir kerak. Yolg'iz bo'lsa ham bir qiyin. Ering bo'lsa ham bir qiyin. Ering bo'la turib, ering senga xiyonat qilsa ham, bu ham boshqa narsa. Nima qilish kerak? Nima deydi? Unga odamimizdan o'lib ketolmasligi kerak-ku.
maza qilib gapirish kerak, o'ynab qilib. Masalan, bir kunini o'zing uchun ochib, erim xiyonat qilib deb, sana xiyonat qilib ketma faqat. O'g'irlik qilma. Lekin yaxshi yasha. Ering xiyonat qilgani uchun, sana asabingga tekkani uchun, sana stress holatiga tushirgani uchun, sana yoningdagi bolalaring aybdor emas, yoningdagi yaqinlaring aybdor emas. Ular o'zini qo'lga ola bilish kerak, bo'ldi. Bu to'g'ri, men boshimdan o'tmagandir, lekin bunaqa qizi buni bundan da qanaqa ko'proq nimalar o'tgan boshimdan. Lekin stress holatidan odam chiqib ketish kerak. Kuchli bo'lish kerak. Ayol kishi kuchli bo'lmasa, hech qachon bunaqa narsalarni yengib o'tib bo'lmaydi. O'ziga kasalot orttirib oladi bo'ldi. Nima desam ekan? Bitta boshimga qanaqadir musibat tushgan bo'lsa, men o'sha narsa uchun men o'zimni aybdor his qilaman. Men o'zim aybim uchun shu narsa menga tushdi. Men xato qilganim uchun shu narsa shunaqa bo'ldi deb o'zimga o'zim ayblayman. Lekin o'zimni qo'lga olib olishga harakat qilaman. Boshqalar oldida kuchli ko'rinishga, boshqalar meni kuchsizligimni bilib qolsa, ustimdan bosib o'tib ketib qoladi. Yo'q, men kuchliman. Hammadan kuchliman. Allohga shukr, quloqim but, ko'zim ko'rib turibdi, quloqim eshitib turibdi. Allohga shukr gapirib turibman. Imkoni bor-ku yashashda bu dunyoda. Bu bir yolg'onchi dunyo. Yolg'onchi dunyoda yashab qolaylik. Hech bir-birimizni xafa qilmasdan, yig'lamasdan, siqtamasdan. Masalan, hamma narsani unutib, bir kun odam o'ziga dam berish kerak. Xohlasangiz, yoningizga bir pachka semechkani olib kelib olsangiz, cho'qqa maza qilib ayol uzatib, televizor ko'ring. Hamma narsadan unutmang. Xohlasangiz, bironta joyga keting. Xohlasangiz, yaxshiroq joyga borib ovqatlanib keling. Uni kim bilandir borib ovqatlanish foydasi yo'q. Men buni boshdan o'tkazib qo'yganman. Chunki o'sha payti siqilgan paytim, nimadandir xafa bo'lgan paytim, yonimga kimnidir olib, unga oplata qilib, o'zimning hisobimdan unga obed olib berib, sovg'a salom olib berib, shunaqa olib berganman. Lekin shunaqa olib bergan odamlar hech qaysi men bilmagan yaxshiligimni. Mayli, ulardan kutmayman, Allohdan kutaman, albatta qilgan yaxshiliklarimni, nimalarni, lekin endi o'zim bilib oldim. Men shu narsani o'zim chiqib ovqatlanmoqchi bo'lsam, bir o'zim chiqib borib ovqatlanib kelaman. Uni yomon tarafi yo'q. Masalan, bir o'zing kelsan, senga bir o'zingga bu narsa bermaymiz, yeyishga narsa bermaymiz deb aytayotgan joy yo'q. Bir o'zingiz yurganingiz nima uchun bir o'zing yuribsan, yolg'iz yuribsan deydigan odam yo'q. Hech kim jur'at qila olmaydi, hech kim ayta olmaydi, hech qanaqa sabab ham yo'q buni aytishga. Shuning uchun nima deyman? Odam o'zini o'zi kuchli qilib, o'ziga o'zi kuch yig'ib olish kerak.